Agarda ozolmayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam ozib yana qaytadan vес yig'ib olayotgan bo'lsangiz, muammo sizda emas, muammo gormonlarda. Bilaman, ozishga ko'pchilik har xil yo'llar bilan harakat qiladi. Ukollar, dorilar, marafonlar, ba'zan batlar. Natija bo'lishi ham mumkin, lekin u vaqtinchalik bo'ladi. Sababi mana shu ozish prosesida eng muhim narsa bo'lgan gormonlar har doim e'tibordan chetda qolib ketadi. Men Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat ko'rsataman va mana shunaqa muammolar bilan har kuni bemorlarni ko'raman va aniq ishonch bilan ayta olamanki, muammo ovqatni miqdorida emas, balkim uni yeyish vaqtida va yeyish oralig'ida. Interval ochlik nima uchun ishlaydi? Sababi insulin. Agar insulin baland bo'ladigan bo'lsa, yog'lar hech qachon erimaydi. Qaytanga ular to'planishi, kattalashish boshlaydi, ayniqsa qorin va bel atrofida. Agarda insulinni pasaytirib oladigan bo'lsak, yog'lar to'planishdan ko'ra erish fazasiga o'tadi va qorin va bel atrofidagi yog'lar doimiy ravishda erib, ular kamayishni boshlaydi. Undan tashqari interval ochlik paytida ochlik va to'qlik gormonlar, grelin va leptin gormonlar optimal balansga keladi. Buning natijasida doimiy ochlik xurujlari kamayadi. O'zingizga bo'lgan ishonch hamda energiya ortadi. Eng asosiysi ozishni boshlaysiz. Mana shu tizimni sizga tushunarli hamda amaliy qilish maqsadida men bir kunlik master klass tayyorladim. Eslatib o'taman, bu qanaqadir bir dieta emas. Bu degani siz o'zingizni qiynamaysiz. Shunchaki uyingizdagi ovqatlarni to'g'ri vaqtda, to'g'ri interval bilan yeyishni boshlaysiz va yuqoridagi natijalarga erishasiz. Bu tizimni juda ham ko'plab odamlarda ishlaganini ko'rganman va hattoki murakkab gormonal buzilishlari bo'lgan odamlarda ham. Shu sababli ishonch bilan ayta olaman, bu tizim real va haqiqatan foyda beradi. Men uzoq vaqtdan beri kuzatadiganlar bilishadi, men juda ham ko'plab bepul narsalarni taqdim etaman. Bu safar esa mana shu master klassni ko'pchilikka foydali bo'lishi uchun va yuqori sifatli bo'lishi uchun adminlar va texnik jamoa bilan ishlayapman. Lekin afsuski, ular bepul ishlashmaydi. Shu sababli kichik to'lovi bor, narxi 97 ming so'm. Yuqorida aytganimdek, adminlarga va texnik jamoaga, menga emas. Lekin master klassdan foyda topmaydigan bo'lsangiz, shunchaki adminga murojaat qilib aytsangiz, u pulingizni 100% sizga qaytarib beradi, hech qanaqa savol so'ralmaydi. Master klass 28-dekabr kuni bo'lib o'tadi va unga ko'p vaqt qolgani yo'q. Unda o'z joyingizni band qilish uchun mana shu videoni pastidagi Telegram degan silkani bossangiz, u sizni admin bilan bog'laydi. Agar hozir boshlamaydigan bo'lsangiz, 3 oydan keyin yoki 1 yildan keyin ham aynan hozirgi holatda bo'lasiz. Bu muammolarga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Master klassda ko'rishguncha.